Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Do'stlar, biz bugun Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Payshanba sog'liq qo'y bozoridan demak videolarni sizlarga yoritib beramiz. Bugun 25-sentyabr sanasi. Ertaroq hali quyosh endi bosh ko'targandan video qilishga tushib ketdik. Sababi bozorda qo'y kam, savdo ancha qizib boryapti. Shuning uchun nima deydi? Chunki ertaroq olib qo'yamiz. Qo'ylarimizni ko'rganingizdek, Surxondaryo barakali nasldor hisori qo'ylari mana ko'rinib turibdi. Xo'p, mana yaqinroq borib ko'rsatamiz. Mana endi xo'p, qani egalaridan so'raymiz. Mana ko'rganingizdek savdolari yaxshi, so'rab turganlar ko'p. Qarang, nechidan narx qo'ydingiz? Ularni 10 million deyapmiz. Kami bor. Savdosi bo'lgani bormi ichida? Savdosi 8 ta 9 tasi bo'lyapti. 10 tasi bo'lyapti. Necha puldan so'rayapti? 8 million 500 million bo'lyapti. 8,5 million. Bir joyga 7 million 400 dan bo'lyapti. Ha, bir joyda. Bularni yoshlari qanday? 12 ta sovli. Xudo xohlasa bir 10 tasi yaqin tusoq. Ha. 10 tasi yaqin tusoq. Qancha bo'ladi? O, mana haqiqatda hali tug'magan birinchi qoringa bo'g'oza. Qo'chqori bormi ichida? Yurganmi? Qo'chqor ichida yuribdi. Yuribdi. Ha. Menimcha qochib bo'lgan bo'lsa kerak endi. Mana. Bo'ldi. Muhimi qo'ylarimiz toza qo'ylar do'stlar. Mana. Odam qayerdan kelyapti? Haqiqatdan katta. Osh bo'lsin, zo'r, barakasini bersin. Muhimi qo'ylarning sifati yaxshi. Mana sifat borasida biz juda ko'p ta'kidlaymiz. Hali yana to'liq bundan chiroyliroq ma'lumotlar berib boryapmiz. Barakali hisori qo'ylari Telegram gruppamiz bor. Bu yerga kirsangiz biz qo'ylar haqida sizlarga batafsil tarixidan tortib bugungi kunigacha tortib naslini hammasi haqida to'liq chiroyli ma'lumotlar berib boryapmiz. Ushbu nimani tagida silkasini qoldiraman videoni tagida. Kommentariyaga shuna kirgan paytingiz o'sha silkasi bo'ladi. O'sha silkasini bosib gruppamizga kirishingiz mumkin. Qani Inomjon, assalomu alaykum aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Charchamang, zo'rmisiz? Mana o'zini holatiga olaylik. Qani nechidan bo'ldi bular endi? Savdolar qizib turuvdi. Ha, bularni ko'taraga 62 dan so'rayapti aslida. Ha, boyagilar, ha. Ular bilan qo'shilgan holatda, u qora bilan qo'shilgan holatda 6700 ming so'mdan savdosi bo'lyapti. 6700 dan. Ha. 6700 ming so'm. Bermay turibsiz. Bermay turibsiz. Ha. Endi yakkaga, bitta, ikkita, uchtaga har xil moliga qarab so'rayapti. Tushunarli. Qo'yda ichidan 5,5 million, 6 million qilayotgani ham bo'lyapti. Nari qo'rani ichidan 8,5 million, 10 milliongacha yakkaga so'rayotgani ham bo'lyapti, har xil bo'lyapti. Bo'ldi. Qo'ydi holatiga qarab, sifatiga qarab, sortiga qarab, qoniga qarab, mana shunaqa bo'ladi do'stlar. Mana namas qo'yib ketavermaydi. Nasl uchun do'stlar zo'rlari saralanadi. Xo'p, qani mana bu yerda ham yana bir qo'ylarimiz bor. Bularni ko'rsatamiz. Yigitlarimizga rahmat, ma'lumotlarimizni berib boryapti. Qani bularning savdosi bo'ldimi? Qanday so'raysiz? 5 dan so'rayapti. Nechidan baho qo'ydingiz siz? 62 dan. 62 dan bozor 5 dan so'radi. Birodarimiz hali bermagan ekan. Yaxshi. Mana. Qani keyingi qo'ramizga o'tamiz. Savdo bo'lyapti shular. Ancha boyagan berma berdan tura olay, boyadan beri savdolar bo'lyapti. Lekin savdolari hali bitmayapti. Nechidan so'raldi, nechidan? Ha? 4,5. Bir joydami? Bir joyda. 5 tasini demak mana akamiz 4,5 dan so'rabdi. Bermay turishibdi. Mana. Qarang, tanlab olishgami? Tanlab olishgami? Yo'q, tanlab bo'lganmi? Tanlab bo'lgansiz. Qaysini tanlagansiz? Ichida menga bitta ko'rsating. Tepadagi ikkita. Oldidagi ikkita. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Tushunarli. Demak, nimaroq sal pastroq qo'ylardi tanlashibdi. Hammani o'z didi bor. Mana zo'rini tanlamagan ekan. Xo'p, keyingi qo'raga o'tamiz. Mana keyingi qo'ramizda. Ha, savdo bitdimi? Mana shuni tanlashganda. Mana shu orqadagini, junligini, mana buni, mana buni ham tanlashgan. Aka, bitta gap. 46 dan. 46 dan.
200 ming qollaringlarga endi. Aka. Qira o'tirdi. Olmadi. 5taga 500 o'tdilar. Ichimdagi topmadim. Konkret bo'larni ayting. Konkret bo'lar deb boya 5,5 deb aytdilar. 5,5 deb aytdilar. Xo'p, endi savdolar bo'lyapti. Yana keyingi qo'ylarimizga o'tamiz. Qani hisobimiz chamadonzormisiz? Qani bular son nechta? 10 ta. Zo'r, maradis. Bir tekis qilib, chiroyli qilib, sortiga sort qilib, yarashtirib qo'yishibdi mana yigitlarimiz. Sifati yaxshi, barakasini bersin. Bulardan yaxshi qo'yza tushirib olsangiz bo'ladi. Mana shunday. Qani bular nechidan baho qo'ydingiz? Ularga 6,5 dan qo'ydik aka. 6,5 dan baho qo'yilibdi. Savdolari bo'ldimi, yopishgan qanchadan? 53 dan so'rayapti. 53 dan so'rayapti do'stlar. Demak 3-chi klass qo'ylarimiz bo'ldi. Qani mana bu yerga ham o'tamiz. Bu yerda ham qo'ylarimiz bor edi. Yaxshi qo'ylar bor. Shuning uchun zinga ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda ham holatiga qarab qaraysizlar. Mana bundan ham bor, misol uchun bundan ham bor. Bu boshqa qo'y, bu boshqa qo'y. Hammasi sifatiga qarab, holatiga qarab, mana aralash bo'lib turibdi. Mana. Sifatim qora bo'lku. Hozir buni so'raymiz. Qanchadan? Bu ham savdo bo'lib turibdi. Siz Hayitali Chavog'on. Qancha? Buni soni nechta ulardi? 24 ta. 24. Akalar bir joyda so'rayaptimi yo donagami? Bu. Bitta ikkita elaman deyapti. Ha. 8 dan beraylik, 5 dan birini o'tib berdik. Ha. Biz 5 dan chiqarib olyapti. Tushunarli. Donaga ham bo'lsa 5 dan chiqsa savdosi bitadi. Tanlab olishiga qarab. Yo'q, bitta olaman. Ha, farqi yo'q, ha. Tushunarli. Agar mana shu qo'yni o'zini bersa-chi? Uni 5 dan birini o'tib beramiz. Bo'ldi. Narxini olsa 5 dan birini chiqadi. Ha, undan bo'lsa chiqadi. Tushunarli. Mana savdolarni qilib turishibdi. Barakalarni bersin. Xo'p, qani yo'l ustida ham bor, mana bu yerda ham ikkita bor. Bularni ham aylantirib qilib o'tib ketamiz. Mana yana qo'ydi zo'rlari. Mana barakasini bersin. Besiga qarab, zo'riga qarab, so'rsa savdolari bo'laveradi. Bularning ichidan savdo bo'ldi. Ikkalasi 14 million 200 savdosi bermadingizmi? Qancha qo'shsa beramiz endi? 14,5 bo'lsa berib yurar ekanmiz. Yoshi nima? Yoshi. Dustoq do'stlar, osh bo'lsin. Mana buni bu darajaga olib kelishda o'zi bo'lmaydi. Yashang. Bitta ko'rsating tishini. Farqi yo'q, qaysi birini bo'lsa ham. Bitta ko'rsa, malades, hali to'liq ham yurmagan ekan, yashang. Mana gapi isboti bilan baraka toping. Bu endi choriga chiqibdi. Mana. Do'stlar, osh bo'lsin. Mana bu qo'ydi, misol uchun mana bu qo'ydi bu darajaga olib kelgancha o'zi bo'lmaydi. Semirtirsangiz bunaqa bo'laveradi, lekin sorti bunaqa bo'lmaydi. Xo'p, qani yana bir qo'ra qo'ylarimiz. Mana shu bularni ham aylantirib bir so'raymiz. Aka, bular qanchadan bo'ldi? Zo'rmisiz aka? 7 dan baho qo'yildi. Savdolari bo'ldimi yo'qmi? 6 dan so'rab turishibdi. Bozor 6 dan so'rab turibdi. Chunki so'raydiganlar ko'pda, bozorda odam ko'p, so'raydigan ko'p. Mana bu yerda savdolari bo'lyapti. Mana, lekin baribir haligacha o'sha arzonroq qo'ylar xarid qilinyapti. Qimmatroq qo'ylar kamroq xarid qilinyapti. Bu tabiiy hol do'stlar. Mana. Xo'p, qani ketdik. Yana bir qo'ra qo'ylarimiz mana bu yerda ham bor ekan. Yonlaridan ko'rsatamiz, bu yog'idan holatiga qarab ko'rsatib boramiz. Mana. Xo'p, demak endi sekin o'tib so'raymiz. Dusoq qo'ymi deyman, ha? Dusoq qo'y ekan, ha. Yaxshi. Barakasini bersin. Qarang, qanchadan bo'ldi? Bolasi qaysi? Buniki emasmi? Onasi bu yoqda. Ha, yaxshi aka. Bir joyda so'ralgan bo'ldimi, yo'qmi? Bir joyda. Bir joyda 5 million 300 mingdan so'rayapti. Mana bu yoq 4 million 600 mingdan so'rayapti. Ha, 5 million 300, hozirgi akamiz 4 million 600 dan so'raydi. Aka, beradigan joyingiz qancha? Yaqinlashtirib bitta bahosini ayting. 5 dan tepasiga bitadi. Pastiga emas deydi. O'shanda ham bir joyda bo'lsa, ha? Agar boyagi ushlaganingiz bo'lsa qanchaga bitadi? 6 million qilyapti. O'sha 6 million qilyapti, bermay turibsiz.
tushunarli. Shu boyagi ushlaganlarni 6 million so'mga bermay turishgan ekan. Xo'p, bu yoqqa ot bozor do'stlar, ko'rganingizdek. Xo'p, mana bu yoqqa qo'y bozor. Mana bular olingan qo'ylar bular. Mana olingan qo'ylar. Bu yoqda. Xo'p, demak, bu yoqda do'stlar biz o'tib ko'rsatdik. Mana bu yoqdan tepaga chiqib bitta ko'rsatay. Senga akaman dehqon keldi. Hozir. Salom qilasiz. Bu yoqni ko'rsatamiz do'stlar. Mana bu yerda dagarchalar bor ekan. Endi bu yerdagi narx-navolarni ko'rsatdik do'stlar. Bu yerda endi misol uchun uning ichida nima deydi? 3 milliondan 5 milliongacha qo'ylar bor buning ichida. Mana shunday. Barakasini bersin. Do'stlar, ozgina video qildik. Chunki bo'lardi ham o'tgan hafta otlarni tushirmagandik. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Yana ko'proq video qilishimiz kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.